Juda ko'pchilik Herbalife mahsulotini ichishni boshlagandan keyin davleniya ham tushdi yoki oyog'im og'rig'i ketdi, qanaqadir kasalliklardan tuzaldim degan informatsiyani ko'p aytadi. Ya'ni ko'pchiligi mana shu narsa bo'yicha ma'lumot berishadi. Aslida esa Herbalife etikasi bo'yicha Herbalife mahsulotlarini meditsinaga taqqoslash bu juda ham noto'g'ri narsa. To'g'ri, qaysidir ma'noda mahsulotdan to'g'ri foydalanganingizda, programma asosida foydalanganda natija beradi. Ya'ni sizdagi o'sha qaysidir muammolar ketish boshlanadi. Buni sababi bo'lsa, Herbalife mahsulotlari hujayra ovqati bo'lganligi uchun bu bizni doimiy ravishda to'g'ri iste'mol qilayotganimizda, programma asosida iste'mol qilayotganimizda hujayralarimizda, ya'ni o'lik hujayra chiqishni boshlab, yangi hujayralar barpo bo'lishni boshlaydi. Albatta, buni orqasida o'sha doimiy ravishda mehnat yotadi, to'g'ri ovqatlanish, gohida sport ham kerak bo'ladi. Shunday chunki bu hujayra ovqati bizning immunitetimizni ko'tarish, doimiy ravishda iste'mol qilgandan keyin immunitetlarimizni ko'tarib, bizni har xil kasalliklarga kurashish tempimizni oshib boradi.